Zuhra senga shunday mashina sovg'a qildi. Endi ehtiyot bo'lib haydagin. O'zbekistondan jiyanim keldi. Xudo xolasa, o'zim ishlarga joylab yordamlashaman. Axir xolamning qizi. Voy, Istanbulda ham o'zbek oshxonalari bor ekanda. Siz shu yerda ishlaysizmi, Zuhra opa? Aya, Zuhra opam hammamizni aldagan ekan. Buzuq ayol ekan. Ha, tungi kapalak bo'lib ishlar ekan. Bizni sharmanda qilib yurgan opa menga kerak emas. Tushundingiz-a? Zuhra opamdan kutmagandim, pismiq ekan. Bu isnodga qaynonamning yuziga qanday qarayman endi? Menga qara. Senga nima yomonlik qilgandim? Meni shuncha tuhmat qilding-a? Jonga tegdi qo'ng'iroq qilaverib. Men erkakman. Voz kechdimmi, qaytmayman.